Hürmetli vatandaş bugün çislağı 2023 yıl 6. ayının 14. günü haftaga çarşamba vatandaşı. Ende konkret mezmunlarını anlayıtanlar bulmasa, bir materyal paket bulmasa tahlil kuruqdan so'p qoladi vatandaş. Endi konkret haberdan mezmunu da haber tepişinler lazım deb o'ylayman vatandaş. Mavzu Jungo ve Rossiyani cho'chitish. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilishdan burun ikki maydan biron chapqon o'xshashli yetib keldi. Mavzuda xabar 6. ayning 13. kun Vanbet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qiladigan mushundaq bir paytda Amerika armiyasi qayta harakat qilishga boshladi. Germaniyada Amerika armiyasi hamkorlashyapti NATO bilan birlikda NATO tarixidagi eng zo'r ko'lamli harbiy manevr o'tkazmoqchi bo'ldi. Tayvanning atrofidagi dengiz yuzida Amerika armiyasining 2 dona avtomatka zarbadarlar guruhi Yaponiya, Fransiya, Kanada dengiz armiyasi harbiy paraxodlari birlikda birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Bu manevr Rossiya Ukraina urushi boshlangan 2022 yil 2. ayning 24 kunidan beri Amerika tunji qatim o'xshashli bir vaqtda Yevropa va Hind Tinch okean rayonida qanot yaydirgan eng va balki zo'r ko'lamlik harbiy harakat bo'lib hisoblanadi. Jungo Ozodlik armiyasi ana shu paytda o'zining dengiz bo'ylarida amaliy o'q bilan harbiy manevr qilishga boshladi. Kurt Campbell burulla ikki maydonda o'xshashli urush qilish to'g'risida to'xtalgan edi. Kurt Campbell Aqsaray Asiya Tinch okean ishlari bo'yicha moslashtirish amaldori. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin burun shundaq degan edi. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Amerika armiyasi o'xshashli ikki rayonda urush qilish armiya qurishning izchil nishoni qilib keldi. Aqsaray endi Tinch okean ishlari moslashtirish amaldori Kurt Campbell 2022 yil 2. ayning 28 kuni Amerika bilim xazinasi Germaniya Marshall fondi jamiyatining faoliyatiga qatnashganda bundoq degan. Gerçi Yevropada Ukraina krizisi yuz bersin lekin Amerika yanada endi Tinch okean rayoniga diqqat qilishni saqlaydi. Amerika 2. dunyo urushi mezgilida va Amerika sobiq Sovetlar sovuq munosabatlar urushi mezgilida o'xshashla ikki urush maydoniga kirgan. Lekin bu ish qiyin bo'lsa-mu, to'laydigan badal og'ir bo'lsa-mu, yanala kam bo'lsa bo'lmaydi. Armiyaning NATO endi Tinch Amerika armiyasining NATO endi Tinch okean rayon ittifoqlashtiri bilan harbiy manevr o'tkazishi to'g'risida harbiy ishlarni kuzatuvchilar mundaq hisobladi. Bu manevr o'xshashli ikki maydon urush qilishni mashq qilishdir. Ikki maydonda urush qilishni mashq qilishdir. NATO 6. ayning 12 kunida 23 kunigacha Germaniyada havo bo'shlig'ini qo'g'dash 23 belgilik harbiy manevr o'tkazdi. 25 davlatning 250 dona aeroplani qatnashida. 10 mingdan ortiq askariy qism qatnashida. Bu manevr NATO qurilgandan beri zo'r ko'lamlik bir qatimliq harbiy manevr bo'lib qolmasdan ham ko'p davlatlar qatnashgan harbiy manevrdir. Amerika bu manevrga 100 dona aeroplan qatnashtirdi. Yaponiya qo'g'dinish qismlari harbiy amaldor avatib Osiyalik kuzatuvchi sifatida manevrga qatnashdi.